Endi masalaga qaraylik. Sayyohlar 3 kunda 720 kilometr yo'l yurishibdi. Birinchi kuni ular butun yo'lning 2 taqsim 5 qismini, ikkinchi kuni 3 taqsim 8 qismini bosib o'tdi. Uchinchi kuni qancha yo'l yurishgan? Endi masalani yechishga o'tamiz. Jami bosib o'tgan yo'li 720 kilometr. Birinchi kuni 5 dan 2 qismini bosib o'tdi butun yo'lni, ikkinchi kuni 8 dan 3 qismini bosib o'tgan. Uchinchi kuni qancha yo'l bosib o'tganligini topishimiz kerak ekan. 3 kunda bosib o'tgan yo'l 720 kilometr. Qaradik, birinchi kuni necha kilometr yo'l yurganini topaylik. Birinchi kuni. Ya'ni 720 ni 2 taqsim 5 qismi. 720 ni kilometrni ne qilib qo'yib, 2 taqsimi 5 qismi. Shuni topishimiz kerak. Ya'ni 5 dan 2 qismi. Teng bo'ladi bu. 720 ni 5 dan 2 qismi. 720 ni 5 ga bo'lib 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni 720 ni 5 ga bo'lsak 5 dan 1 qismi chiqadi. Bizdan 5 dan 2 qismi so'ralgan. Ya'ni 720 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam men bo'ladi 1. Mana 7 dan 1 ga bo'lsa mana shunday yozay. 720 bo'luv 5. Bitta yetadi. 5 bo'ladi. Ayirsam 2 chiqadi. 22 bo'ladi. 4 ta yetadi. 4 kara 5 20. Ayirsam 2 0 tushadi bu 20 miz. Yana 4 bo'ladi. 4 kara 5 20. Ayirsam 0. Demak, 144 bo'lar ekan. Ko'paytirib 2 bo'lsa 288 kilometr bo'ladi. Ya'ni birinchi kuni bosib o'tgan masofasi bu. Endi ikkinchi kuni bosib o'tgan masofasini topamiz. Ikkinchi kun 720 ni jami yo'lni 3 taqsim 8 qismi bosib o'tgan. Ya'ni 3 taqsimi 8 qismi. Yoki 8 dan 3 qismi. Demak, bu teng bo'ladi. 720 ni 8 ga bo'lsak 8 dan 1 qismi chiqadi. Ko'paytirib 3 qilishimiz kerak. 720 ni 8 ga bo'lsak 72 ni 8 ga bo'lsak 9 90 bo'ladi. 90 ni 3 ga ko'paytirsam men 270 bo'ladi. Demak, ikkinchi kuni 270 kilometr yo'l yuribdi. Endi uchinchi kuni qancha yo'l yuradi desa, jami 720 ayirishim kerak. Birinchi kunda yurgan yo'li 288 minus ikkinchi kunda yurgan yo'li 270. Ikkalasini olsam, uchinchi kunda yurgan yo'li chiqadi. Mana uchinchi kunda yurgan yo'li chiqadi. Endi buni ustun ko'rinishda ayirib qo'ya qolaman. Mana 720 minus 288. Ya'ni 0 dan 8 bo'lmaydi. Bitta qarz bersam 10 bo'ladi. 10 dan 8 olsam 2, 1 qoldi bu yerda. 1 dan 8 bo'lmaydi. Bitta qarz bersam 11 bo'ladi. Bitta 6 qoldi. 11 dan 8 olsam 3. 6 dan 2 ni olsam 4. 432 bo'ladi. Bundan buni ayırsam. Yana 270 ni ham olishim kerak. Yana 270 ni ham olaman natijada. 270 olsam 2 ni o'zi bo'ladi. 13, 3 dan 7 ni olib bo'lmaydi. 13 dan 7 ni olsam 6. 1 qoldi bu yerda. Bitta oluvdim. 3 qoldi. 3 dan 2 ni olsam 1. 162. 162 kilometr ekan. Demak, 162 kilometr yurar ekan. Uchinchi kuni u 162 kilometr yurar ekan. Buni endi qisqacha yana tushuntiraman. Jami 3 kunda yurgan yo'li 720 kilometr edi. Birinchi kuni butun yo'lning 5 dan 2 qismini bosib o'tdi. Buni hisobladim. 288 kilometr chiqdi. Ikkinchi kuni butun yo'lning 8 dan 3 qismini bosib o'tdi. Mana ikkinchi kun deb yozdim. 720 ni 8 dan 3 qismini topdim. 720 8 dan 3 qismi 270 kilometr bo'ldi ikkinchi kuni. Uchinchi kuni 2 kunda yurgan yo'l yig'indisini bundan olib tashsam chiqadi. Men buni qilmadimda ketma-ket olib tashladim. Ya'ni 720 dan 288 ni keyin 270 olsam 162 kilometr yo'ldi. Uchinchi kuni demak 162 kilometr yurgan ekan. Testimiz javobi A. Bu test matematika 2-4 sinf bazadan olindi. Agar siz 0 dan boshlab prezident maktablariga tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, ya'ni 4 sinf bitirib prezident maktablariga topshirishga tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'lsangiz, matematika 2-4 sinf bazadan foydalaning.